Assalomu alaykum akalar. Bu ikkinchi qismi. Mana real tedbirlarim. Privaznoy bular ham. Allohga shukr, 3 oy bo'ldi. Olganimga 3 oydan endi o'tdi. Endi ishlashni boshlashdi. Ishqibozlarga tomoshaga. Mana shunlari mana. Bularni bolalari bor. Xudo xolasa ikkita ochdi bular ham. İşte boshlashdi inshaalloh. Urishimga qo'yindi hozir. Mana buları bitta ochdi. Mana modasi, mana onlari mana. Mana bir tomosha qilinglar. Juda sport olib ketib, meni ham tashagim kelib ketdi. Xo'p. Mana menda ham bor. Bular ishlagan yo'q hali. Ishqibozchilik endi tomosha qilinglar. Metr endi. Mana menda qizil ko'z kamaganlarim bor. Bilek qizil ko'z kamaganlar. Juvonalar. Ular ham tomoshaga xudo xolasa. Monom bilan mana bitta manaqasi chiqdi. Uni shu Umidjon aka bergan edi. Ota-onasi o'zimda, hozir uni ham ko'rsataman. Bitta shunaqasi chiqdi. Ona ikkovi bitdi-yu. Mana bitdi-yu. Monom bilan mono bitdi-yu. Tomoshaga faqat tomoshaga. Ko'ringlar. Mana. Alloh salomat qilsa hammanglar tinch bo'linglar. Hammamizdan qoladi dunyo qoladi inshaalloh. Xo'p, mana bu asha hozirgi tepadaglarda onasi, ona keyingi bolasi. Bu ikkita edi, bittasi o'lib qoldi endi. Yana ochdi inshaalloh. Mana yotibdi. Meni ham bir ko'rsatayim kelib ketdi. Endi uzatib ketsa hapomaysizlar, ochib ko'rasizlar endi ishqibozlar. Bilek qizil ko'z kamaganlar. Mana bu kaptanlarim juda eski kaptanlarim bular. Bir yildan beri boqayotgan kaptanlarim. Mana ikkita bolasi katta bo'lib qoldi. 10-15 kunda don yeydi. Bunlari mana modasi. Bu ham real teddy privaznoy bular. Xo'p. Endi menda yana bir jubim bor. Mana buni ham ko'rib qo'yinglar. Tuxum qo'ydi xudo xolasa. Bu ham eski kaptanim. Ishqibozlarga tomoshaga.